G'arbiy va Sharq Turkistonda Qora Xitoy davlati. Manjuriyaning janub qismida o'ltiraqlashgan, ya'ni Xitoy ismli kuchlik bir turk qabilasi bor edi. Bularni turkistonliklar, ya'ni Xitoy deb ataydi. Çin tarixlarida bularni, ya'ni Liao deb atashlarining sababi bular hukumat qurib, xonadonga, ya'ni Liao sulolasi deb nom berganligidandir. Bularning asli yurtlarini hozirmi, ya'ni Liaoning deb ataydi. Xitoy qabilasi qadimdan tortib terilg'u va tijorat bilan shug'ullanib, tinch yashab kelgan bir qavm edi. Kökturuk qag'anligi davrida bu qag'anlikqa tava edi. Keyingi qutlug' kökturuklar davrida Xitoylar qattiq qalaymaqonchilik tug'dirib isyon chiqardi. Qapaqan qag'an bularning isyonini xili taslikda besiq turgan. Kökturuk davlatining ikkinchi qitim yiqilgandan keyin Xitoylar asta-asta kuchlanib, fursat kelgunicha yurtlarini kengaytirishga tirishdi. Sharqiy Uyg'urlarni mag'lub qilib, Mo'g'ulistonda hukm surayotgan qirg'izlar bilan davomliq tirkishib turadi. Oxirida Xitoylar Yuli, ya'ni Yeluy xon ismli xonning rahbarligida qirg'izlarni mag'lub qilib, ularning Urxun bo'yidagi poytaxtni ishg'ol qilib, qirg'izlarni asli yurtini bo'lgan Yansayga qo'g'lavatdi. Shuning bilan Xitoylar Urxun bo'yidagi bir shaharni poytaxt qilib, butun Mo'g'uliston va Manjuriyaning janub qismini o'z hokimiyati ostiga oldi. Hijriya 258, ya'ni milodiy 871-yili Yeluy xon 3000 otliq askari bilan shimoliy Chinga hujum qilib, Pichili viloyatini ilib, Beijing shaharini poytaxt qildi. Yeluy xon o'z davlatini u davrda Chinning hukmdori bo'lgan Song sulolasi imperatorligidan muvaffaqiyatlik bilan mudofaa qilib turgan edi. Yeluy xon o'lgandan keyin o'g'li xon bo'ldi va o'zini Shimoliy Chin va Sharqiy turklarining imperatori deb e'lon qildi. Hijriya 381, ya'ni milodiy 991-yili Xitoylar Manjuriyaning o'ttir qismida yashayotgan Tungus turklarining Jurjin qabilasini o'ziga bo'ysundirdi. Ya'ni islom tarixlarida Jurjinlarni Jurjit deb yozadi. Hijriya 383, milodi 993-yili Xitoy imperatori Koreyani ishg'ol qildi. Mana bu Xitoy davlatining eng kengaygan davri hisoblanadi. Hijriya 395, ya'ni milodi 1104-yili Xitoylar Chinga hujum qilib, shu chog'dagi poytaxti bo'lgan Kayfingni muhosirga oldi. Chin imperatori Xitoy xoniga har yili miqdor boj berish sharti bilan sulh qilib, o'zini va davlatini yo'qolishdan saqlab qoldi. Shuning bilan Chin davlatimi Xitoy davlatining nufuzi ostiga kirdi. Bu yerdan boshlab, ya'ni Xitoyni o'z milliy rivoyatlarimizga asosan Xitoy deb yozamiz. Xitoy davlatining territoriyasi g'arbda Qaraxoniylar davlatining chegarasiga tutash edi. Bu sababdan Hijriy 408, ya'ni milodi 1108-yili Xitoylar 100 mingga yaqin askar bilan Sharq Turkistonga kirdi. 6 oyga qarab ilgirlagan bu qo'shin 2 o'g'iz, ya'ni hozirgi Oltoy va Emil, ya'ni cho'chakni oldi va texmo ilgirlab minglaqni oldi. Buningga qarshi Shimoliy Ilikxoni birinchi Tug'an xon Xitoylarga qattiq zarba berib, og'ir holda mag'lubiyatga uchratdi va chegaralarigacha qo'g'lab ko'p qismini o'ldirdi va 10 mingga yaqinni asirga oldi.
bu mag'lubiyat natijasida Xitoy xoni Qaraxoniylarga boj to'lashga majbur bo'lib, xeyli uzun bir muddatgacha Qaraxoniylikning nopuzi ostida qoldi. Shuningdan tortib Xitoy davlati burunqidek kuchga ega bo'la olmadi. Xitoy davlatiga tava bo'lgan Jorjinlar Hijri 515, ya'ni milodi 1120-yili isyon chiqardi va 5 yil davom qilgan bu ichki urush natijasida milodi 1125-yili Jorjinlar Xitoylarning poytaxti Beyjingni ishg'ol qildi va shuning bilan Xitoy davlati yiqildi. Xitoylarning bir qismi Jorjinlarga bo'ysundi va bir qismi qichib Yansay daryosi bo'ylari, ya'ni qirg'izlar yurtiga kelib yerlashdi. Lekin qirg'izlar Xitoylarni bu joyda aromida qo'ymadi va ular boshqa yerga ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Xitoylar janub tarafga minib Qaraxoniylardan yer tilidi. Shimol Ilikxoni ularga Emil o'lkasida yer ko'rsatib berdi. Xitoylar Emil o'lkasiga yerlashgan chaqda Qaraxoniylar davlati toza ojizlashgan chaq edi. Bu vaziyatdan foydalangan Xitoylar Emil o'lkasida bir xonlik qurib chiqib, Emil shahrini poytaxt qildi. Aslida kichik shahar bo'lgan bu joy oz bir muddat ichida 40 ming nüfuslik cho'ng bir shaharga aylandi. Bu shaharning xarobilari hozirmi mavjud. Mana Sharq Turkistonga ko'chib, Emil o'lkasiga yerlashgan bu Xitoylarni turklar, ya'ni qora Xitoylar deb ataydi. Chin tarixlarida, ya'ni Shiliao deb yozildi. Har ikki so'zning ma'nosi o'xshash, ya'ni G'arbiy Xitoy deganlikdir. Qora Xitoylarning Sharqiy va G'arbiy Turkistonni istilo qilganligi. Qaraxoniylar davlati bargan sir ojizlashib, nihoyatda kuchsiz va nupussiz bir holatga kelib qolgan va G'arb Tavg'ach Qaraxonligi Selçuk sultoni Sanjarining himoyasi ostiga kirgan edi. Shimol Ilikxonligidagi qabilalar orqa-orqadan isyon chiqarmoqda edi. Qaraxon hukmdorlari aysh-ishrat bilan bo'lib ketgan va davlat cho'kish davrini yashamoqda edi. Taxminan Hijri 525, ya'ni milodi 1130-yilida Shimol Ilikxoni Emildagi qara Xitoylarning begi Nusi, ya'ni Yelidoshini Balasag'unga chaqirib uni isyon ko'targan qabilalar ustiga yo'lladi. Nusi isyonchilarni mag'lub qilib, ularni Ilikxonga bo'ysundirdi. Ilikxon bu xizmatiga mukofot uchun Yelidoshini askar boshliq mansibiga tayinladi va Balasag'unda turishga buyurdi. Yelidoshi ko'rinishda nihoyatda sadoqatlik bilan xizmat qilganda qilib, asta-asta Emildagi odamlarni Balasag'unga elib kelib, 3 yil ichida yeniga xili kuchli bir quvvat to'pladi va butun ishni qo'lga olib oldi. Hijriya 525, ya'ni milodi 1134-yili tuyuqsiz bir hujum bilan Ilikxonni va butun xonadonni qo'lga oldi va 3-4 oy ichida Shimol Ilikxonligiga tava butun joylarni ishg'ol qildi. Hijriya 530, ya'ni milodi 1136-yili Qashqarga hujum qildi va Qaraxonni mag'lub qilib Qashqarni oldi. Yarkent, Xotant, Kucha va 3 qatorliq joylarni qisqa bir zaman ichida bo'ysundirdi. Shuning bilan Qaraxoniylar davlati butunlay yiqildi. Bu g'olibiyatdan keyin Yelidoshi o'zini Go'rxon, ya'ni Cho'ngxon deb e'lon qildi. Go'rxon Qaraxoniylarning idora boshqarish an'anasiga rioya qilib, bo'ysungan yerlik xonlarga ichki jihatda mustaqillik berdi. Xotan xonlaridan Qilichxon, Uyg'ur xonlaridan Ediqut, Qarliq xonlaridan Yabg'olar. Bu xonlardan tarixda mashhur bo'lganlaridir.
Hijriya 531, ya'ni milodi 1137 yili Go'rxon G'arib Tavg'ach qaraxonligini bo'ysundirish uchun Farg'onaga hujum qilib, o'z kent va Koson qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Buni anglagan Qilich, Tavg'ach, Bug'ra Qaraxon Samarqanddan yurish qildi. Xo'jand shahri yaqinlarida qattiq urush bo'ldi. Bu urushda Qilichxon mag'lub bo'lib Samarqandga chekindi. Go'rxon orqasidan qo'g'lab Samarqandga yaqinlashganda Qilich, Tavg'ach, Bug'ra Qaraxon sulh qilishni talab qildi. Go'rxon boj siliq to'lash bilan ichki jihatda mustaqil bo'lish shart ostida sulh qilishni qabul qildi. Sulhi bo'lgandan keyin Go'rxon Qilich Bug'ronni G'arbiy Turkistonning hukmdori deb e'tirof qilib, Go'rxonning bir oliy darajalik amaldorini va yetarlik sonda askarlarni qo'yib, o'zi Balasag'unga qaytdi. Shuning bilan G'arbiy Turkiston qora Xitoylarning hokimiyati ostida qoldi. Ba'zi tarix kitoblarida G'arbiy Turkistonga qora Xitoylar istilasi Rukundavla Mahmudxon zamonasida yuz bergan deb yozadi. Bu to'g'ri emas. Chunki bu kishi Shimol ilikxonlardandir. Selçuk Sultani Sanjar o'z himoyasidagi G'arbiy Tavg'ach qaraxonligining Go'rxon tarafidan ishg'ol qilinishi bilan G'arbiy va Sharq Turkistondan iborat bu ikki cho'ng islom mamlakatining bir butparast hukmdorining qo'liga tushib ketganligidan qattiq azoblangan. Hijriya 536, ya'ni milodi 1141 yili Sultan Sanjar jihad yurish boshlab yo'lga chiqib, Amu daryosidan o'tib Buxoroni fath qildi va Samarqandga qarab ilgariladi. Qarshi tarafdan Go'rxon butun kuchini yig'ib Samarqandga keldi. Buxoro va Samarqand o'ttirisidagi Qatvan cho'lida qattiq urush boshlanib, natijada Sultan Sanjar og'ir mag'lubiyatga uchradi. Askarlari nihoyatda parishon holda qaytdi. Sultan Sanjar askarlarini hech yerda yig'olmay poytaxti Maravga chekindi. Bu urushda Sanjarning dongliq qo'mondonlaridan Amir Tojiddin nurg'un askarlari bilan Go'rxonning qo'liga asir tushdi. Go'rxon bularni Balasag'unga elib ketdi. Hijriya 538 yili Go'rxon bu asirlarni ozod qilib qaytarib berdi. Sultan Sanjar tarafidan Xorazmga otalaridan miros qolgan valiylikqa, ya'ni Xorazmshoh unvoni bilan hukmdor qilib tayinlangan otsiz Xorazmshoh Hijriya 530 yildan boshlab Sultan Sanjarga ba'zida osiylik qilib, ba'zida bo'ysunib turgan. Sanjar bilan Go'rxon o'ttirisidagi urush mezgilida Xorazmshoh Turkiston chegaralarida parokandichilik tug'dirg'ili boshlagan. Shuning bilan Go'rxon Ariz ismli qo'mondonni nurg'un askar bilan Xorazmshohning ustiga yo'lladi. Ariz Xorazmshohni mag'lub qilib, nurg'un yerlarini ishg'ol qildi. Oxiri Xorazmshoh mudofaaga ojiz kelib, sulh qilishni talab qildi. Har yili Go'rxonga 30 ming tilla xiroj to'lash va Go'rxonning bir cho'ng mansabdori bilan birlikda Go'rxonning oliy hokimiyatini yurgizish sharti bilan sulh qildi va Ariz askarlarini ilib qaytib ketdi. Shuning bilan Xorazmshohlar Hijriya 606 yiligacha, ya'ni taxminan 70 yil qora Xitoylarning nopozi ostida qoldi. Bu arada ba'zida bu nopozdan qutulgan zamonlarmi bo'ldi. Bularni tövanda bayon qilaman. Gobing, Go'yan Qatun va Tirgixonlarning Go'rxon bo'lganligi. Hijriya 537, milodi 1142 yili birinchi Go'rxon o'ldi. O'rniga o'g'li Gobing, ya'ni Yo'lu Yeli Go'rxon bo'ldi. U texi kichik yoshda bo'lganligi uchun davlat ishlarini onasi idora qildi.
Hijriya 545 ya'ni milodi 1150 yilga kelganda Gobing davlatni idora qilishni qo'liga oldi. Bu arada atsiz Xorazmshah burunqidek Go'rxonga itoat qilib kelgan edi. Atsiz Hijri 551 ya'ni milodi 1156 yili vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Il Arslan Xorazmshah bo'ldi. Inisi Sulaymon Shahni Xorazmshah qilish tarafdori bo'lgan ba'zi baglarni o'ldirdi. Ba'zilari qichib qilish Tavg'ach Bug'ra Qarxonning qishida panoh topdi. Il Arslan bu baglarni qaytirib berishni talab qilganda, qilich Tavg'ach Bug'ra Qarxon bu talabni rad qildi. Shuning bilan Il Arslan nurg'un askar bilan Samarqandga yurish qildi. Buni anglagan Go'rxon Ilik Turkman ismli qo'mondonning rahbarligida 10 ming kishilik bir qo'shinni Qilich Tavg'ach Bug'ra Qarxonning yordamiga avatdi. Samarqand daryosi bo'yida urush bo'ldi va urushda Il Arslan mag'lub bo'lib Xorazmga chekindi. Bu mag'lubiyat natijasida Il Arslan dadasidanmi ko'proq boj siliq to'lashga majbur bo'ldi. Hijriya 558 da Qilich Tavg'ach Bug'ra Qarxon vafot bo'lib, o'rniga Abu Ali Hasan Tavg'ach Bug'ra Qarxonning o'g'li Jaloliddin Ali Go'rxon taxtga chiqdi. Bu zot Qaraxon unvonini tashlab, ya'ni sulton unvonini oldi. Undan keyin o'rniga chiqqanlarmi sulton unvoni bilan ataldi. Hijriya 559 ya'ni milodi 1163 yili Il Arslan Xorazmshah Go'rxonga boj siliq to'lashni to'xtatib, Go'rxonning oliy amaldorini haydab chiqardi. Go'rxon darhol nurg'un askar bilan Xorazmga yurish qildi. Xorazmshahmu mudofiaga hozirlanib, qo'mondonni Ayyor Beg boshchiligida bir qo'shin yo'lladi. Urush natijasida Ayyor Beg mag'lub bo'lib, Go'rxonga asir tushdi va askarlari parokanda bo'lib, chechilib ketdi. Bu holatda Go'rxon birdan qattiq kasal bo'lib qilib, Balosog'inga qaytishga majbur bo'ldi va shuning bilan Xorazmshah bir balodan qutulib qoldi. Go'rxon Gobing Xorazmdan og'ir kasallik holatida qaytib kelib, Hijriya 559 ya'ni milodi 1163 yili o'ldi. O'rniga singlisi Go'yan Qatun Go'rxon bo'ldi. Go'yan Qatun nihoyatda tadbirlik va siyosatchi bir ayol edi. Buning davrida Il Arslan vafot bo'lib, o'g'li Sultonshah taxtiga chiqdi. Inisi Tigish taxt talishib urush qo'zg'adi. Natijada Tigish mag'lub bo'lib, qechib Go'rxon Go'yan Qatunning qishig'i berib, panoh tilab yordam so'radi. Go'yan Qatun eri Qarmabegning qo'mondonligida nurg'un askar bilan Tigishni Xorazmga yo'lladi. Tigish bu yordam bilan Xorazm taxtini qo'lga keltirdi. Aksi Sultonshah qechib Nishapur hukmdori Malik Muayyidning qishig'i berib panoh tiladi. Tigish Xorazmshah bo'lgandan keyin Go'rxon Go'yan Qatunga ko'p miqdorda boj siliq to'lab, Go'rxonning homiyligida turgan. Bargan siri kuch-quvvat topgan Tigish bu quvvatga ishinib, Hijriya 570 yili Go'rxonning oliy amaldorini o'ltirib, munosabatni uzdi va dushmanlashish boshlandi. Bu fursatdan foydalangan Sultonshah Go'rxon Go'yan Qatunning huzuriga berib, uningga itoat qildiganligini bildirib, Tigishga qarshi yordam qilishni talab qildi. Go'rxon eri Qarmabeg boshchiligida cho'ng bir qo'shin bilan Tigishning ustiga yo'lladi. Qarmabeg Xorazmga yaqinlashganda Tigish qo'rqib ketib, Go'rxondan apu so'rab, burunqidan ko'proq boj siliq to'lashni va yanada Go'rxonning oliy vakilini turg'izishni qabul qilib, sulh talab qildi.
Qarmabek bu shartlar ostida bitimnoma tuzib Balasag'unga qaytdi. Hijriya 574-yili 2-Go'rxon Gobingning o'g'li Tergo Go'yan xotinni o'ltirib, o'zi Go'rxonlik taxtiga chiqdi. Buningga qarshi chiqqan inisini o'ltirdi. 3-Go'rxon Tergo'ga bosh siliq to'lab tava bo'lib turgan Xorazmshoh Tigish Hijriya 589-yili Xorason va Ispahan qatorliq cho'ng bir mamlakatni bisib oldi va territoriyasini kengaytib, kuch-quvvatni oshirdi. Go'rxonning nufuzidan chiqib ketanligidek kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, u yanala Go'rxonga qarshi hech bir harakatda bo'lmay, do'stligini saqlab qoldi. Chunki bu arada Mo'g'ulistonda Chingizxon cho'ng bir kuchga ega bo'lib, atrofdagi turk xonlarini arqa-arqadan yo'qitib, yurtlarini ishg'ol qilmoqda edi. Shuning uchun Xorazmshoh Tegish u hayvatli kuch oldida Go'rxon bilan birlashib turishning lozimligini ko'rgan edi. Hijriya 596, ya'ni milodi 1199-yili Xorazmshoh Tegish olamdan o'tdi. Vafotidan ilgari valiahdi Qutbiddin Muhammadga, ya'ni Go'rxon bilan mudro qil, onunğa men bergandek xaraj berib turgan. Chunki Go'rxon qudratli bir podshoh. Uning mamlakatining sharqida qudratli bir dushman bor. Go'rxon bizni uningdan mudofaa qiladi. Mana buning uchun Go'rxon bilan bo'lgan do'stlik mamlakatimizning tinchligi uchun kerak, deb vasiyat qilgan. Tegishning o'limidan keyin Muhammad Xorazmshoh bu vasiyatga oz bir zaman amal qilib, keyin buni cho'rvatdi. Natijada har ikki mamlakat falokatga uchradi. Muhammad Xorazmshoh Afg'oniston podshosi Sulton Shahobiddin G'oriy bilan bir qancha qatim urushib mag'lub bo'ldi. Sulton Shahobiddin G'oriy Balix va Anduxoy qatorliq joylarini besib oldi. Buning bilan qolmay texmo ilgirlab Xorasonga yurish qildi. Xorazmshoh 80 ming kishilik qo'shinga ega bo'lsa-mu, Shahobiddin G'oriyga tang kelolmayman deb qo'rqib, Go'rxondan yordam talab qildi va Marav shahriga askarlarini yig'ib mudofaada turdi. Sulton Shahobiddin G'oriymu kelib, Marvaga yaqin bir joyda lashkargoh qurdi. Dal urush boshlanish oldida Go'rxonning Xorazmshohning yordamiga yo'llagan askarlarining Afg'oniston chegarasiga yaqinlashganlik xabari keldi. Sulton Shahobiddin G'oriy o'z mamlakatining g'amiga tushib, Xorazmshohga to'yg'izmasdan bir kechada qochgandek yurib qaytib ketdi. Go'rxon avatgan askarlar xeyli ko'p edi. Uning ustiga Samarqanddagi Qaraxon sultoni Osmong'mu Go'rxonning buyrug'iga binoan o'z askarlarini elib, bu yordam qo'shiniga qo'shilgan edi. Go'rxon va Sulton Osmonning birlashgan qo'shini Amu daryosidan o'tib, Anduxoy o'lkasiga kirdi. Sulton Shahobiddinmu yetib kelib, so'qish boshlandi. Natijasida Sulton Shahobiddin ig'ir chiqimga uchrab, o'zi ozg'ina askarlari bilan bir qal'a ichiga qamilib qoldi. Sulton Osmon Qarxitoylar bilan Sulton Shahobiddinning o'ttirisida vasitchilik qilib, Shahobiddinni butun xazinasini va mollarini Qarxitoy askarlariga berib, o'zi va odamlari jonlarinig'icha ilib chiqib ketish sharti bilan putishib, Shahobiddinning jonini qutqizib qo'ydi. Muhammad Xorazmshoh Sulton Shahobiddinning bu mag'lubiyatidan foydalanib, uninga aram bermay urushib yurib, Afg'oniston va Eronni tortib oldi va o'zi cho'ng bir davlatga ega bo'ldi. Barg'an siri kuch qudrati oshgan Xorazmshoh Go'rxonga boj siliq berishdan qutulishning ko'yga tushib, G'arbiy Turkiston xoni Sulton Osmonni o'ziga tortib, uning bilan maxfiy holda ittifoq tuzdi. Uningdan keyin Muhammad Xorazmshoh bir bahona tepib, Go'rxonning oliy amaldorini o'ldirdi.
Gürxan bu hadisini tekşiriş üçün Vəziri Muhammed Bayni Xarəzmga əvətdi. Xarəzmşah Mahmud Bayni yaxşı kütüb almay uni haqoratladi. Bunun bilan aradagi munosabat texim yomonlashdi. Undan boshqa Xarəzmşah o'zining istilo maqsadini osonlashtirish uchun, ya'ni musulmonlarni kafir qora Xitoylarning orasidan qutqizish uchun fisabillah jihad qilaman deb keng miqyosda tashviq tarqitib, G'arbiy Turkiston xalqini o'ziga moyil qildi. Hijriya 604, ya'ni milodi 1207 yili nurg'un askar bilan Amu daryosidan o'tib Samarqandga qarab yurish qildi. Bu arada Sultan Osman Shahmu Xarəzmşahga tava bo'lganligini e'lon qildi va uning ismida xutba o'qitdi va uning ismida pul chiqardi. Shuning bilan G'arbiy Turkiston Gürxanning himoyaligidan chiqib, Xarəzmşahning himoyaligiga kirdi. Gürxan Muhammed Xarəzmşah va Sultan Osman Shahning ustiga Talas valisi Nikubagning qo'mondonligida bir qo'shin yo'lladi. Samarqand yaqinlarida shiddatli urush bo'ldi. Natijada Nikubag yordar bo'lib asirga elindi. Askarlari parakanda bo'lib qochib ketdi. Xarəzmşah Qo'shqonlarning orqasidan qo'g'lab Sir daryosidan o'tib Gürxanning ikkinchi poytaxti deb atalgan, ya'ni O'tiroz shahrini ishg'ol qilib, shaharning hokimiyatini bola chaqalari bilan asir elib qaytdi. Xarəzmşah kelib Nikubagni sudi bo'g'izlab o'ldiribdi. Qora Xitoylarning mag'lubiyatidan keyin Xarəzmşah bilan Sultan Osman orasidagi do'stlik texmo kuchlandi. Xarəzmşah qizini Sultan Shahga bermoqchi bo'ldi. Bu arada Xarəzmşah Gürxanning yanida panoh tepib, tiriklik qilayotgan Naymon qabilasining xoni kuchlikni maxfiy holda Gürxanga qarshi kuch kiritib, uni bu ishga tayyor qilgan edi. Bu sababdan Xarəzmşah va Sultan Osman Gürxanning Xarəzmga hujum qilishidan xotirjam edi. Sultan Osman Shah Xarəzmga kelib to'y hozirligiga kirishib ketdi. U bir tarafda Gürxan kuchlikning isyon ko'tarishidan xabarsiz. Hijriya 605, ya'ni milodi 1208 yili Gürxan G'arbiy Turkistonga hujum qildi. Yo'l ustidagi butun shaharlarni elib, Samarqandni muhosirga oldi. Shahar patih bo'lay deb qolgan bir paytda kuchlikning isyon ko'targan xabari kelib, Gürxan Samarqanddagilar bilan sulh qilib, Balasag'unga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Bir rivoyatga qaraganda Sultan Osman Gürxanning hujumidan qochib Xarəzmga kelgan. Hijriya 606, ya'ni milodi 1209 yili Gürxan Samarqanddan chekinib ketgandan keyin Xarəzmşah Samarqandga kelib, kuchlik bilan Gürxanning urushayotganligini angladi va darhol Sharq Turkistonga yurish qildi. Lekin Gürxan allaqachon kuchlikni mag'lub qilib, qo'g'livatgan va Xarəzmşahning hujumiga mudofaa uchun tayyorlangan edi. Xarəzmşahning yurishini anglagan Gürxan darhol Talasning g'arbida Xarəzmşahning oldini to'sib qattiq elishdi. Natijada Xarəzm og'ir mag'lubiyatga uchrab, askarlari intayin parishon holda qochdi. Xarəzmşah bir qancha xos odamlari bilan Gürxanning askarlari orasida qoldi. Lekin Xarəzmşah qora Xitoycha kiyinib olganligi uchun uni hech kim tanimay, bir necha kun Gürxanning askarlari orasida yurib, keyincha fursat tepib qochdi va Sir daryosi bo'yidagi askarlarining orqasidan yetishdi. Idiqut va Qilichxonlarning Chingizxonga tava bo'lganligi. Uyg'ur Idiquti Gürxanning 5 baliqda turishliq oliy amaldorining takabburligi va zo'rliq zumbuligidan davomliq norozilik bildiradi. Bu sababdan Gürxanning hokimiyatidan qutulish uchun fursat izlab yuradi.
Bu arada Xorazmshoh va Go'rxon o'tirisidagi urush natijasida yuz bergan bo'hrondan foydalanib Idiqut Hijriya 605-yili Go'rxonning Idiqut ordusida turishliq oliy amaldori Shodkamni o'ltirib mustaqillik e'lon qildi va darhol Chingizxonga nurg'un sovg'at bilan elchi avatib o'ttirida do'stlik izhor qildi. Chingizxonmu Durbay ismli elchisini Idiqutga avatib o'ttirida do'stlik kelishimini imzo qildi. Bunun bilanla qalmay Chingizxon Idiqutning qizi bilan o'ylandi va Idiqutga inisining qizini berdi. Chingizxonning talab qilishi bilan Idiqut yuzlarcha o'qituvchi va kotiblarni Chingizxonga avatib berdi va bir qism qurol yaroq bilanmu ta'minladi. Bu suratda Idiqut xonligi Chingizxon bilan 2 yil samimiy do'st bo'lib, to'liq mustaqil yashadi. Hijriya 606, ya'ni milodi 1209-yili Go'rxonning Xorazmshohni mag'lub qilganligini ko'rib, qo'rqib ketib o'zi Mo'g'ulistonga berib Chingizxonni ziyorat qilib, uningga itoat qilganligini bildirib, Chingizxonning homiyligiga kirdi. Sharqiy Turkiston musulmonlari butparast Qarxitaylarning hokimiyatiga doim nafrat ko'zi bilan qaraydi. Lekin Go'rxonning kuchiga tang kelgidek quvvatlari yo'qdi. Xotan xoni Qilichxon Go'rxonning Hijriya 605-yildagi qiyin ahvoliga tushib qolgan vaziyatidan foydalanib, Go'rxonning Xotanda turishliq oliy amaldorini o'ltirib, mustaqillik e'lon qildi. Bu arada Chingizxonning dushmani bo'lgan Tang'ut shahzodasi Xotanga qochib kelgan edi. Chingizxon bu shahzodani talab qildi va Qilichxon Chingizxonning do'stligini qo'lga keltirishga majbur bo'lganlik uchun Tang'ut shahzodasini Chingizxonga avatib berdi. Natijada Chingizxon bilan do'stlik kelishimini imzoladi. Ammo bu do'stlik uzunga bormadi. Hijriya 608, ya'ni milodi 1211-yili Go'rxon mag'lub bo'lib, kuchlik xon bir baloyi ofat bo'lib o'ttirga chiqqanda Qilichxon Chingizxonning homiyligiga o'tdi. Qora Xitoy davlatining yiqilishi. Xotan, Quchu, Beshbaliq, Qumul va Barko'l qatorliq joylar Qora Xitoy davlatidan bir-birlab ajrab, bu davlatning nufuzi va kuchi nihoyatda ojizlashdi. Xorazmshoh bu vaziyatdan foydalanib kuchlikni sharqiy tarafdan hujum qilishga da'vat qildi. Lekin u chaqda kuchlikning buningga kuchi yetmaydi. Oxiri Hijriya 607-yili Xorazmshoh sharqiy Turkiston chegarasiga tajovuz qilishga boshladi. O'ttirar va Toshkentni ishg'ol qildi. Go'rxon buni anglab butun kuchi bilan Xorazmshohga qarshi yurish qildi. Talasqa yaqin bir joyda qattiq urush bo'ldi. Natijada Go'rxon og'ir mag'lubiyatga uchrab chekindi. Buning bilan Balasog'unda, ya'ni Xorazmshoh Go'rxonni mag'lub qilib, orqasidan qo'g'lab kelyotdi degan so'z tarqaldi va Balasog'un xalqi, ya'ni mana endi biz musulmonlarning butparast kofir Qarxitoylardan qutuldigan vaqtimiz keldi deb hammasi qurollanib, shahardagi Qarxitoylarni o'ltirib, shaharning sepilini taqab turishdi. Shu holatda Go'rxon askarlari bilan keldi. Xalq uni shaharga kirgizmay, qattiq mudofaa qildi. Go'rxon shaharni 18 kun muhosara qildi. Xorazmshohning Go'rxonning orqasidan qo'g'lab kelayotgan xabarmi yolg'on chiqib, uning Sir daryo bo'yidagi Farab shahrini ilib, olg'a ilgirlamay qaytib kelganligi ma'lum bo'ldi. Go'rxon shahar xalqini mag'lub qilib, shaharga besib kirib, musulmonlarni qatliam qildi. Ravzi Tussaponing rivoyatiga qaraganda, bu qatliamda 47 ming musulmon shahid bo'lgan. Bu urushlar natijasida Go'rxonning xazinasi butunlay tugab, qurib ketdi. Xalqning qo'lidami bir narsa qolmadi va davlat
ağır bir iqtisodiy böhronga duchor bo'ldi. Ammo askari sinfining qo'lida pul mol ko'p edi. Gürxan bu mali böhronga chora tepish uchun askarlarning qo'lidagi pul molni zo'rliq bilan xazinaga olg'ili boshladi. Buningga norozi bo'lgan askarlarning to'lisi isyon chiqardi. Bu arada Emil shahri atrofida xeli ko'p kuchga ega bo'lib qolgan va mundaq bir fursatni marab yotgan kuchlik Hijriya 608, ya'ni milodi 1211-yili Balasag'unga tuyuqsiz hujum qilib besib kirdi. Gürxan bütün kuchi bilan qarshi turgan bo'lsa-mu, mag'lub bo'lib taslim bo'ldi. Kuchlik Gürxanni nazorat ostiga olib, o'zini Gürxan e'lon qildi. 34 yil hukm surgan 3-Gürxan Tirgoxan asirlikda 2 yil yashab, Hijriya 610-yili o'ldi. Gürxanning taslim bo'lishi bilan 80 yil davom qilgan Qora Xitoy davlati yiqildi.